Assalomu alaykum do'stlar. Erkin bilan ingliz tili YouTube kanaliga yangilaringizga qizg'in qarshi olaman. Bugungi bu qisqa videomda men ingliz tilidagi intayin ko'p uchraydigan 3 xil ifodalash usuli va doim shu biz qaymiqib qolgan ishlatish jarayonida kishilar doim qaymiqib qoladigan, ammo intayin oddiy bo'lgan shu 3 xil ifodalash shaklini Uyg'urcha tushuntirib bermoqchiman. U bo'lsa used to, be used to, get used to. Buni Uyg'urcha tarjima qilsak, nihoyatda aplik chiroyli gaplarimiz bor, tarjima qilib oldigan. Birinchisini oldin birdan ko'raylik. Birinchisi used to. We use used to talk about past habits, repeated actions, states. Masalan, siz shu burunqi o'tib ketgan odatlaringiz, doim qiladigan ishlaringiz, burunqi, hozir qilmagan, hozir hamda qilmas bo'lgan ishlaringiz to'g'risida so'zlagan vaqtingizda mush used to ishlatasiz. Masalan, I used to live in France desak, nimani bildirdi? Men burun Fransiyada yashaydim, Fransiyada turardim. Hozir nima turman? Hozir boshqa davlatda, masalan, hozir men Angliyada yashayapman. Demak, burun o'tib ketgan ishlar to'g'risida so'zlagan vaqtingizda mush used to ishlatamiz. Bu yerda I used to live in France dedim. Demak, used to'ning keyiniga ko'pincha ahvolda davomliq shu infinitive verb, ya'ni I used to do this, I used to do that, I used to live degandek live, do, go degandek shu fe'lning asl shaklini ishlasangiz, shu burun doim qiladigan odatga aylanib ketgan ishlaringiz to'g'risida gap qilgan vaqtingizda shu used to ishlatasiz degan gap. Ikkinchisi be used to. Be used to qanday ishlatamiz? We use be used to talk about things that we are familiar and no longer difficult for us. Masalan, men Angliyada hammalar bilsizlar, mashina degan chog'da mashinani yo'lning so'l qanotida, so'l tarafida deydi, ammo boshqa davlatlarda mashinani yo'lning o'ng tarafida deydi. Shunga masalan, I am used to driving on the right side of the lane desak, men mashinaning yo'lning o'ng tarafida mashina haydashga ko'ngan, işte odatlangan demoqchi bo'lsangiz, shu naq be used to ni ishlatamiz degan gap. Ya'ni shu misolni qaytib ko'raylik. I'm used to driving on the right side of the lane. Ya'ni menga shu o'ng tarafda mashina haydash bir qadar tunish, men shunga odatlangan, ko'ngan degan ma'noda. Hamda get used to bo'lsa ko'ndim. Künnes edim gapleringge, hamda men kündüm. Söygüdeki şartlaringge, hamda men kündüm. Farqini bildingiz, ha? Be used to degan ko'ngan, odatlangan, and get used to uchinchi xili. Get used to qanday Uyg'urchada qanday deymiz deganda ko'ndim. Xuddi Uyg'ur tilida biz deydigan ko'ndim degan o'ringa mos keldi. Masalan, I finally got used to eat spicy food after having lived in Thailand for 3 years. Masalan, misol aytaman qo'y, Taylandda 3 yil turganni yoki oxiri ochiq tomoq yeyishga ko'ndim. Burun yemaydim, burun ko'nmaydim, endi men ko'ndim deganga o'xshash. Demak, qayta bir qisqa yig'inchoqlik deylik. Used to, be used to, get used to. Burun mana ishlarni qilatdim demoqchi bo'lsangiz, I used to. Men mana ishlar qilishga ko'ngan, odatlangan demoqchi bo'lsangiz, be used to. Aksi bo'lsa albatta not used to deb negative shaklda ishlatamiz. Ana keyin uchinchisi ko'ndim, odatlandim, oxiri. Ya'ni we use get used to talk about things that become familiar, less difficult over a period of time. Bir mazgil o'tgandan keyin siz o'sha odatlangan, oxiri ko'ngan ishlar degan gap. Ya'ni uchinchisi get used to, ko'ndim.
Erkin bilan ingliz tili YouTube kanaliga texi abone bo'lmagan bo'lsangiz, subscribe button qizlaranglik, mushtari bo'lish knopkasini bosish orqali abone bo'lsangiz bo'ldi. Bu butunlay haqsiz. Va yendiki shu qo'ng'iroq belgisini besishni unutib qolmang. Undan keyin Instagram page bor, Instagram betida, ya'ni o'xshash ismda English with Erkin Instagram kirib, shuningga ergashib olsangiz bo'ldi. Bundan keyingi teximiz sarxil mazmunlarda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.